Klient kelgan paytda chiqmaymiz deganimizda xonamizga kelib urishgan. Shunaqa ovqat bermasdan, nima qilmasdan ishlatishgan. Sharmandamni chiqarib, hech qanaqa kiyimsiz urib, sharmanda qilib ko'chaga chiqarib yuborishlarini aytdi. Noiloj majburlikdan kirardik. Mirobod tumanidagi spa salonda odam savdosi bilan bog'liq jinoiy faoliyat fosh etildi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Toshkent shahar prokuraturasi xodimlari tomonidan Mirobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida spa salon niqobi ostida odam savdosi va fohishaxona tashkil etish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, Nigina Ra'no va Zarnigor ismli shaxslar o'zaro til biriktirib, spa salon hududida fohishaxona tashkil etgan. Ular turli ish va'dalarini berib, 2 nafar qizni jalb qilgan hamda ularni erkiga qarshi ravishda salonda saqlagan va jinsiy ekspluatatsiya qilib, tanish mijozlarga intim xizmat ko'rsatishga majburlab kelgan. Shu yo'l bilan noqonuniy daromad orttirishgani aniqlangan. Telegram tarmog'ida ofitsiantlikka vakansiya bo'lgani uchun o'sha ofitsiantlikka ishga keluvdim. Xullas bular meni narsalarimni olib qo'yishgan, podvalga tushirishgan meni. O'sha yerda massaj qilishimizni aytib tushirishgan. Men massaj qilishni bilmayman deganman. Yo'q, o'zimiz o'rgatamiz. Xullas shunaqa qilasiz, oddiygina degan bo'lgani. Xullas birga qizlarni olib chiqishadi, majburlashadi. Keyin biz massaj qilib turgan paytimizda xullas u erkaklar yaqinlashgan. Keyin bizlar nima qilyapsiz deb xullas o'sha klient bilan tortishib qolgan paytimizda biz pul berganmiz. Sen qilishga majbursan, nima unaqa qilyapsan degan. Klient kelgan paytda chiqmaymiz deganimizda xonamizga kelib urishgan. Baland poshnali tuflilar bo'lardi, o'shalar bilan urishgan, sochimizdan tortishgan. Keyin yana baribir klientga yana chiqarishadi. Undan keyin siz yig'laysizmi, boshqa narsa qilasizmi, ularga umuman farqi yo'q edi. Shunaqa ovqat bermasdan, nima qilmasdan ishlatishgan o'sha 1-2 kun. Kecha har doimgiday ishlaganmiz. 7-8 ta bitta bolalar kelgan, o'shalarga kiritishgan. O'sha yerda bu xodimlar kelishdi. O'sha paytda biz xursand bo'lganmiz, to'g'risi. Chunki biz u yerda qolmaymiz-da ortiq. Shuningdek, tezkor tadbir davomida yana 7 nafar qiz mazkur salonda massaj xizmati niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanib kelayotgani ham fosh etildi. Tezkor tadbir jarayonida ushbu jinoiy guruh intim xizmat ko'rsatish evaziga 320 AQSh dollari hamda 6.250.000 so'm miqdordagi pul mablag'larini olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Hodisa joyidan olingan barcha daliliy ashyolar xolislar ishtirokida protsessual tartibda rasmiylashtirildi. Bitta kliyentni oldimga kirg'izyapti, pul to'laganman, o'sha boshlaymiz deyapti. Nimani boshlaysan desam, men senga deb pul to'laganman, 200 dollar pul to'laganman deb gapirishyapti. Majbur edim, chunki aytganini qilmasam, menga to'lab kelishgan yo'l kirasini to'lab qo'yishimni aytdi. Agar ishlamasam, men buni yo'l kirasini qaytarib to'lamasam, sharmandamni chiqarib, hech qanaqa kiyimsiz urib, sharmanda qilib ko'chaga chiqarib yuborishlarini aytdi. Noiloj majburlikdan kirardik. Kechqurun soat 12-1 bo'ladimi? Farqi yo'q edi. Chiqarib yuboraman deb qo'rqitaverardi bizni ko'chaga. Urushga o'tdi keyin bizani. Sochimizdan tortib olib, "Sen yo'qib yuboraman, yo'qotib yuboraman. Qancha qizni qo'limdan o'tkazganimni bilmaysan" deb har qanaqa gaplarni aytishni boshladi. Jonimizga ozor berish boshladi. Mana shu yerda o'lib ketasan, o'ligingni darajada hech kim ko'rmaydi deyishni boshladi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida poytaxt hududida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyatlarga qarshi murosasiz kurash izchil davom ettirilmoqda.